Bugun yangi O'zbekiston taraqqiyoti ta'lim bilan chambarchas bog'liq. Ana shunday zamonaviy va istiqbolli oliygohlardan biri Iqtisodiyot va pedagogika universiteti. 2022-yilda tashkil etilgan universitet qisqa vaqt ichida yurtimizdagi eng faol va jadal sur'atlarda rivojlanayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biriga aylandi. Bugungi kunda Qarshi va Samarqand shaharlarida faoliyat yuritayotgan Iqtisodiyot va pedagogika universitetida 29 ming nafardan ortiq talaba yoshlar tahsil olmoqda. Universitet rektori, texnika fanlari nomzodi, professor Otabek Nashbandovich Bozorov boshchiligidagi 500 nafardan ortiq professor o'qituvchilar jamoasi yoshlarning puxta bilim olishlari, kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishlari yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Universitet tarkibida 3 ta fakultet, 13 ta kafedra faoliyat yuritib, yoshlariga 34 ta bakalavriat yo'nalishlari va 5 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha sifatli va zamonaviy ta'lim berilmoqda. So'nggi yillarda universitetning ilmiy salohiyati 34% dan 44% ga yetdi. Bu esa ilm, fan, tadqiqot va innovatsiyalarga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasi. Universitet xalqaro hamkorlik aloqalarini ham izchil rivojlantirib bormoqda. Bugungi kunga kelib 40 ga yaqin xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Erasmus+ dasturi doirasida talabalar va professor o'qituvchilar almashinuvi tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, ko'plab talabalar va ustozlar xorijiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil olib, xalqaro tajriba orttirmoqda. Davlat va nodavlat ta'lim muassasalari talabalari uchun joriy etilgan nomdor davlat stipendiyalari, grantlar, ta'sischi va rektor stipendiyalari yoshlarimizni yanada izlanuvchan, tashabbuskor va faol bo'lishga chorlamoqda. Talabalarimiz orasidan nomdor davlat stipendiyasi sovrindorlari yetishib chiqayotgani esa universitet nufuzining yana bir yorqin ifodasidir. Eng muhim yangiliklardan biri 2026-yilda Qarshi shahrining markazida joylashgan universitetning yangi, ulkan, zamonaviy o'quv binosi foydalanishga topshirilmoqda. Umumiy maydoni 10,2 gektar bo'lgan ushbu zamonaviy o'quv binosida bir smenada 10 ming nafarga yaqin talaba yoshlarimiz tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yangi o'quv binosi tarkibida zamonaviy auditoriyalar, laboratoriya xonalari, 800 o'rinli faollar zali, 820 o'rinli talabalar oshxonasi, 2500 o'rinli talabalar yotoqxonasi, undan tashqari esa talabalarimiz uchun maxsus tarzda sport maydonlari va yugurish yo'laklari, axborot resurs markazlari tashkil etilgan. Har bir bino zamonaviy isitish va sovutish tizimi bilan ta'minlangan. Eng muhimi, bitiruvchilarimizning 84% ish bilan ta'minlangan. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti sifatli bilim, zamonaviy qulaylik va real natija maskani.